Gavur qal'asi qoldiqlari yonida joylashgan Mizdaxon nekropol qadimiy qabriston Qoraqalpog'istonning eng qadimgi va eng ko'p tashrif buyuradigan ziyoratgohlardan biridir. Qal'a o'z nomini arablar istilosi davrida oldi va kofirlar qal'asi degan ma'noni anglatadi. Chunki olimlar arablar istilosidan oldin qal'a aholisi zardushtiylar bo'lganini aniqladilar. Mizdaxon miloddan avvalgi 2-4 asrlarda otashparastlar shahri yaqinida paydo bo'lgan, so'ngra O'rta Osiyodagi eng hurmatli musulmon ziyoratgohlaridan biriga aylangan. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahri yaqinida Amudaryo sohilida joylashgan Xo'jali shahrining nomi ziyoratchilar yurti degan ma'noni anglatadi. Mizdaxon nekropoli miloddan avvalgi 4-asr, milodiy 14-asrlar turli yoshdagi qadimiy yodgorliklarning ulkan majmuasi bo'lib, O'rta Osiyodagi eng qadimiy qabristonlardan birini o'z ichiga oladi. Gavur qal'asi qoldiqlari yonida joylashgan Mizdaxon nekropol qadimiy qabriston Qoraqalpog'istonning eng qadimgi va eng ko'p tashrif buyuradigan ziyoratgohlardan biridir. Qal'a o'z nomini arablar istilosi davrida oldi va kofirlar